Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun biznes rivojlantirish banki Chanqoq mahallasida tadbirkorlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bugungi kunda mahalladagi tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha bir-ikki ajratiladigan kredit to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Hozirgi kunda mahalladagi ishlab turgan tadbirkorlikni, noldan qilinadigan tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bankimizda ajratiladigan kreditlar mavjud. Bular xotin-qizlarni tadbirkorlikni rivojlantirish uchun prezidentimiz tomonidan teşvik qilingan huquqi 385-sonli kreditimiz mavjud. Bu kreditni toza firma esa 412 million ochar. Avvaldan faoliyat yuritib turgan firma bo'lsa 2,5 million ajratib beramiz. Buni muddati 6 yil muddatda bo'ladi. 2 yil imtiyozi davri bo'ladi. 24 foiz stavkasi 20% dan bo'ladi. Buni olish uchun pulni bir yilga ko'chirib berish sharti bilan beramiz. Misol uchun do'konni tashkil qilish uchun asbobni konditsioner, xolodilnik, fakchalar qilish uchun ajratiladi. Buni bir yilga shartnoma beramiz, shartnomasini chiqarib beramiz. Keyingisi